Oy. Demak, Dindish ul ajib degan hikoyani o'qishimiz kerak. Demak, 6-chi kitobimiz Dindishul ajib. Dindish mana bu tulkini ismi. Bu ham g'oyrimunsarif ism bo'lganligi uchun tanvin olmaydi. Dindishu. Dindishu. Al-ajibu dindishni sifati bo'ladi. Tushunarli? Atoqli ismdan keyin allik ism kelsa sifat bo'ladi. I'robul mubtadini birinchi kitobda o'tgan biza. Demak, ajoyib dindish degan hikoya. Dindishul ajib. Hop. Dindishu sa'labun makkarun. Dindish makkor tulkudir. Dindishu lahu waladani. Dindish uning ikkita bolasi bor deyapti. Xo'p. Buni tahlili, men oson joylarni tahlil qilmayapman. O'zlaringizdan sezyapsizlar. Sizlar bilasizlar bu narsalarni. Masalan, birinchi gapni yoki oldingi hikoyalarda ham oson sizlar bilasizlar, sizlarga aytish shart emas degan joylarini tashlab ketyapman men. Grammatik tahlil qilmayapman. Faqat mana shu joyga urg'u berishim kerak. Bular menimcha bilmasligi mumkin shu narsani deb o'ylaganlarimni yoki bular aniq bilmaydi deb o'ylaganlarimni nima qilyapman? Grammatik tahlilini qilib beryapman. Yoki bo'lmasa ba'zan bilsanglar ham, bilishlaringizni bilsam ham grammatik tahlilga urg'u beraman, muhim bo'lganligi uchun. Hop, dindishu mubtado. Dindishu mubtado. Undan keyin qarang. Lahu jar majrur xabar muqaddam. Waladani mubtado muaxxar. Lahuga. Ana shu ikkalasi ismiy jumla bo'lib turib, dindishga xabar. Tushunarli? Ikkalasi ismiy jumla bo'lib turib, dindishga xabar bo'ladi. Dindishu lahu waladani. Dindish uni ikkita bolasi bor. Deyilyapti. Bu uslubda ham aytganman sizlarga. Shu gapni muallif li dindisha waladani desa ham bo'lardi muallif. Mana shunaqa desa ham bo'ladi. Shunda nima bo'lardi buni tahlili? Oson bo'lardi. Li jar, dindisha majrur, ikkalasi xabar muqaddam, waladani mubtada muaxxar bo'lardi. Lekin bu gap prostoy gap bo'lib qoladi. Dindishning ikkita bolasi bor. Mana bu gap esa dindishu deb turib, keyin lahu deb unga zamir qaytarib waladani deyishlik, buni ta'siri boshqacha bo'ladi. Buni ta'sirini balog'atni his qilgan arablar yaxshiroq his qiladi. Balog'at muhitida yashagan arablar. Ko'chadagi arablar aytmayapman. Balog'at muhitida katta bo'lgan yoki balog'at ilmini o'rgangan arablar yoki bo'lmasa ajamlar bo'lsa ham, o'zbekmi, qozoqmi, tatarmi, tojikmi, farqi yo'q, rusmi. Balog'at ilmidan ozroq xabari bor. Balog'at ilmini o'qigan yoki bo'lmasa balog'at ilmini o'qimagan bo'lsa ham balog'atda yuksak maqomda yozilgan kitoblarni, arab adabiyotidagi yuksak maqomda yozilgan kitoblarni, she'riyatni ko'p o'qigan, arab she'riyati bilan ko'p birga bo'lgan, ajam bo'lsa ham farqi yo'q.
o'sha odamgina bu narsani farqini his qilishi mumkin. Tushunarli? Bu yerda din deyishuv deb turib, urg'uni fokusini din deyishga qaratyapti-da. Ha? Din deyish deyapti-da. Din deyish deganda siz din deyish haqida nima deykan? Masalan, endi bu hozir kitob o'qiyotgan paytda unchalik sezilmasligi mumkin. Lekin eshitsangiz, ana shu hikoyani, misol uchun, farq qiling, hikoyani eshityapsiz, ha? Hikoyani siz eshityapsiz, farq qiling, ovozli odatda bu ertaga hikoyalar aytib beriladi. Aytib beriladi, to'g'rimi? Endi faraz qiling, mana eshityapsiz-da, din deyishuv dedim. Ana shu din deyishuv degan paytimda sizni zehningizda mavhumlik paydo bo'ladi. Hozir din deyish haqida xabar aytadi, qanaqa xabar aytarkan deb kutasiz, to'g'rimi? Intizor bo'lasiz. Agar men gapni boshidan din deyishadi desam, siz men nima aytayotganligimni bilib bo'ldingiz. Tushunyapsizmi? Siz oldindan bilib bo'lasiz men nima aytishligimni. Qanaqa qilib desiz, chunki din deyishadi dedimmi? Demak, men din deyishni nimasidir bor demoqchiman. Tushunyapsizmi? Siz xabarni taxmin qilib bo'ldingiz. Hozir biz din deyishga tegishli nimanidir aytadingiz. Ya'ni din deyishadi deb gap boshlasam, siz hozir din deyishni nimasidir bor demoqchi bu. Masalan, din deysa kitabun, din deysa uxtun, din deysa ummun, din deysa abun. Nimadir demoqchi bu hozir. Din deyishni kimnidir yoki nimasidir bor deydi deb kutasiz. Siz bilasiz nima aytishini taxmin qilib bo'lasiz. Lekin din deyishuv desam, siz hozir nima aytarkan deb sizda rag'bat paydo bo'ladi, qiziqish paydo bo'ladi. Doli sekund ichida. Tushunyapsizmi? Keyin aytaman, lahu deyman. Unda bor deyman. Din deyish unda bor. Ikkita bola. Tushunarli? Xullas, farqi bor. Ikkita gapdi. Xo'sh. Sa'labani akhawani saghirani. Ikkita kichik aka-uka tulki. Sa'labani badal bo'ladi. Valadanidan. Badali mutobiq. Badal kul. Tushunarli? Akhawani Sa'labanidan badal bo'ladi. Saghirani esa akhawaniga sifat bo'ladi. Tushunarli? Xo'p. Din deyishuv kharaja yabhasu li nafsihi va li waladayhi an ta'amin. Din deyish o'zi va ikki bolasi uchun taom izlab chiqdi. Qarangda, yana o'sha uslub kelyapti. Men juda ham ko'p ogohlantirdim o'tgan hikoyalarda sizlarni bu uslubdan. Kharaja fe'l, yabhasu ham fe'l. Mozidan keyin muzori fe'l kelyapti. Qarang. Ana shu hozir birdan taxmin qilasizlar, sizlar bilaman. Bu fe'li jumla, holi jumla bo'lib kelyapti deb. Holi jumla bo'lib kelyapti deb. Xo'p, bahasa bilasizlar, an bilan keladi. Mana an mutaalliq bo'ladi yabhasuga. Li nafsihi ham yabhasuga mutaalliq bo'ladi. Illatni bayon qilib kelyapti. Kim uchun chiqqanligini. Endi mana shu holi jumla bo'lar ekan, chiqqan paytda izlayotganmidi u yo chiqib bo'lgandan keyin izlaydimi? Mana shu narsani savol berish kerak. Masalan, chiqish uzoq muddat davom etadigan jarayonmi yoki qisqa muddat davom etadigan jarayonmi? Nima deb o'ylaysiz? Chiqish. Qayerdan qayerga chiqishga bog'liq. Agar uydan chiqish bo'ladigan bo'lsa, u 1 sekundda bajariladigan harakat bo'ladi. To'g'rimi? Kharajtu minal bayt desam, u 1 sekundda bo'ladi. Uydan chiqishligim. Darvozadan shunday oyog'imni ko'chaga qo'yaman, chiqish harakat paydo bo'ldi. Lekin agar men aytsamki, toqqa chiqdim desamchi? Toqqa chiqdim desam. Bu chiqish jarayoni uzoqroq davom etadi, to'g'rimi?
Yerdan ko'tarilib boraman, o'sha ko'tarilib borishim chiqish jarayoni o'zi. Yoki biz o'rmonga chiqdik desam, o'rmonga chiqdik desam, o'rmonga bordik deb tushunamiz, to'g'rimi? Borish jarayoni bu ham uzoq davom etadi. Ha? Xo'p, endi bu yerda agar chiqdi degandan uydan chiqdi degan ma'no iroda qilinsa, yabhasuga uchun degan ma'noni berishga majbur bo'lamiz. Chunki uydan chiqqan paytda o'zlamaydi, chiqib bo'lgandan keyin izlaydi. To'g'rimi? Ya'ni hol kelasi zamonga borib taqalib qoladi. Agar bu yerdagi chiqish uydan chiqish deb e'tiborga olsak. Lekin chiqish deb, masalan, o'rmonga chiqishni e'tiborga olsak, ha? Yoki qandaydir bir kenglik, hayvonlar bor joyga chiqishni deb e'tiborga olsak, ha? Hayvonlar o'sha o'ljasi mavjud bo'lgan makonga chiqishni e'tiborga olsak, borish ma'nosida bo'ladi. Unda bu uzoq davom etadi. Unda o'sha chiqish jarayonida o'zilayotgan bo'ladi. Chiqish bu borish degani. Tushunarlimi? Unda hol qilib tarjima qilsangiz to'g'ri keladi. Mafhum? Demak, Dindish o'zi va ikki bolasi uchun taom izlab chiqdi deganda, agar taom izlab deb tarjima qilsak, ya'ni holiy jumla qilib taom izlagan holda deb tarjima qilsam, demak bu yerdagi chiqish borish ma'nosida bo'ladi. Ketish ma'nosi, taom izlab ketyapti u. Qayergadir ketyapti. Chiqdi degani ketdi degani, o'sha tomonga qarab ketdi degani. O'sha ketayotgan paytda izlab ketaveradi. Ana bu yerda hol qilish to'g'ri keladi. Lekin bu yerda chiqdi deganda uydan chiqdi degan ma'noni iroda qilsak, unda u uydan chiqayotgan paytda izlamaydi, chiqib bo'lgandan keyin izlaydi. Demak, bu hol kelajak zamonga borib taqalyapti. Va buni izlab chiqdi deyish to'g'ri kelmaydi. Chunki uydan chiqayotgan paytda izlamaydi, chiqib bo'lgandan keyin izlaydi. Ha? Ovqat izlab uydan chiqdi. Yo'q, ovqat izlash uchun uydan chiqdi deyish to'g'ri keladi. Ovqat izlab uydan chiqdi emas. Ovqat izlash uchun uydan chiqdi. Chunki chiqqandan keyin izlaydi. Chiqayotgan paytda izlamaydi. Tushunarli? Xullas, ikki xil tarjima qilish mumkin demoqchiman bu gapni. Xohlang ovqat izlash uchun chiqdi deyin. Unda chiqishlik qaysi ma'noda bo'ladi? Qisqa muddatda sodir bo'ladigan ish harakat bo'ladi. Masalan, uydan hatlab chiqdi. Agar ovqat izlab chiqdi deb hol qilib tarjima qilsangiz, demak bu jarayon uzoq muddat davom etishi kerak. Va uydan chiqish emas. Bu yerdagi chiqishdan murod ketish qayergadir. O'sha o'ljasi bor tomonga chiqish, o'ljasi bor tomonga borish, ketish ma'nosida. Tushunarlimi? Aynal vazzu val battu vad dajaj. G'oz, o'rdak, tovuq qayerda? Kullu tuyur harobat. Hamma qushlar qochdi. Xoifatan min dindisha. Dindishdan qo'rqqan hollarda. Dindishdan qo'rqqan hollarda qochdilar. Xoifatan hol bo'lyapti. Xo'p, dindishu qola lil usfurati. Dindish chumchuqqa aytdi. Ana za'lanun. Men jahlim chiqyapti. Meni jahlim chiqyapti. At-tuyuru tahrubu minni. Qushlar mendan qochyapti. Al-usfuratu qolat. Chumchuq aytdi. At-tuyuru takhafu an ta'kulaha. Qushlar sen ularni yeyishingdan qo'rqadi. Dindishu qola. Dindish aytdi. Ana uhibbu tuyur. Men qushlarni yaxshi ko'raman. Ana zara'tu junaynatan tatanazzahu fiha tuyur. Men qushlar sayr qiladigan bir bog' ekdim. Bog' qildim deyapti. Junayna degani kichkina bog'cha. Oldin ham kelgan bu so'z, bilasizlar, ahlamu bisbisada kelgandi. Junayna kalimasi. Tanazzahu sayr qilmoq. Sayr qilib aylanib yurish. Qushlar uchib sayr qilib yuradigan bir bog'chani men ekdim, bog' barpo qildim demoqchi. Al-usfuratu saddaqat ma qalahu dindish.
Chumchuq Dindish aytgan gapni tasdiqladi. Ya'ni Dindish aytgan gapga ishondi. Soddaqa degani gapi nimanidir tasdiqlash yoki nimagadir ishonish. Tushunarlimi? Bu yerda mavsula bo'lyapti. Undan keyingi jumla sila bo'ladi va mavsula bu yerda maf'ulun bihi bo'lyapti sodda qofiyaliga. Va bu uslub ko'p keladi. Bu uslub ko'p takrorlanib keladi. Tushunarlimi? Mavsula bo'ladi, undan keyingi jumla sila bo'ladi va bu yerda maf'ulun bihi. Va maf'ulun bihi bo'lib kelib, mana shunaqa holatda kelishi bu hikoyada juda ham ko'p. Tushunarlimi? Demak, Dindish aytgan gapni tasdiqladimiz. Dindish aytgan narsani demaymiz. Nima uchun? Chunki Dindish gapni aytgan. Tushunarlimi? Dindish aytgan gap. Ha? Al-usfuratu torat farhanatan. Chumchuq xursand holda uchdi. Al-usfuratu qolat. Chumchuq aytdi: Ana ukhbiru tuyura. Men qushlarga xabar beraman. Nimani? Bima. Men bu narsani. Demak, akhbaro bi bilan kelar ekan. Akhbaro fe'li bi bilan kelar ekan. Nimanidir xabarni berish. Ukhbiru bi deyapti. Ana shu narsani xabarini beraman deyapti. Nima edi u? Sami'tuhu min dindishal ajib. Ha? Ajoyib Dindishdan eshitgan gapimni men ularga xabar beraman. Eshitgan ma'lumotimni, deyish mumkin, eshitganimni, Dindishdan eshitgan narsamni men xabarini beraman. O'sha Dindishdan eshitgan gapni xabarini beraman. Yangilikni xabarini beraman. Dindishni aytgan maqsadini bo'lishi mumkin. Tushunarlimi? Nima tarjima qilsangiz ham o'sha qaraysiz. Xo'p, bu yerda bi jar majrur mavsula. Undan keyingi jumla sila bo'lyapti. La dindishu la yakulu tuyura. Dindish qushlarni yemaydi. Dindishu qola innahu yuhibbu tuyura. Dindish aytdi. U nima? Chumchuq qushlarni yaxshi ko'radi. Al-usfuratu akhbaratil battata bima qalahu dindish. Chumchuq o'rdakka Dindish aytgan gapni xabarini berdi. Albattatu saddaqat ma sami'athu min al-usfura. O'rdak chumchuqdan eshitgan gapini tasdiqladi, gapiga ishondi. Chumchuqdan eshitgan gapga ishondi. Al-usfuratu akhbaratil wazzata bima qalahu dindish. Ko'ryapsizmi? O'sha uslubi juda ham ko'p kelyapti. Boya aytganimdek, mavsula bo'ladi, undan keyingi jumla sela bo'ladi. Chumchuq g'ozga Dindish aytgan gapni xabarini berdi. Al-wazzatu saddaqat ma qalahu dindishu lil usfura. G'oz Dindish chumchuqqa aytgan gapni tasdiqladi, o'sha gapga ishondi. Ad-dajajatu saddaqat ma sami'athu al-usfura. Tovuq chumchuqdan eshitgan gapini tasdiqladi. Chumchuqdan eshitgan gapga ishondi. Chumchuqdan eshitgan narsasini desak ham bo'ladi endi bu yerda. Chumchuqdan eshitgan narsasiga ishondi. Chumchuqdan eshitgan narsani tasdiqladi. Ad-diku saddaqa ma qalahu dindishu lil usfura. Xo'roz Dindish chumchuqqa aytgan gapni tasdiqladi. O'sha gapga ishondi. Endi bu ketaveradi shunaqa uslubda. Ad-diku rumi saddaqa kalam al-usfura. Bu Ad-diku rumi mana shu manbag'i osilib turadigan shuni men o'zbekcha nomini hozir esimga kelmay qoldi. Nima deyilardi? Kurka deyilarmidi, ha? Rumiy xo'roz deyapti-da. Men bu eslagan bo'lsanglar, man osilib turadi. Shu hozir men nomi o'zbekcha nomi esimga kelmadi. Ana shu hayvon xullas chumchuqni gapini tasdiqladi. Al-arnabu saddaqa ma sami'athu al-usfuratu min dindisha. Quyon chumchuq Dindishdan eshitgan narsasini tasdiqladi. Shunaqa uslub ko'p kelyapti. Abu Hudayj laqlaqni nomi. Abu Hudayj laqlaq laylak degani. Laylakni Abu Hudayj laylak zorifun laqlaqun zorifun. U bir go'zal laylakdir. Shufnahu fi junaynatil hayvon. Biz uni hayvonot bog'ida ko'rdik. Abu Hudayj saddaqa kalam al-usfura. Abu Hudayj ham chumchuqning gapini tasdiqladi. Abu Qirdan to'irun nafi'. Abu Qirdan foydali qush.
Abu Qirdan saddaqa kalamul usfura. Abu Qirdan ham chumchuqning gapini tasdiqladi. Al-Ma'izatu saddaqat ma sami'athu min al-usfura. Echki chumchuqdan eshitgan gapini tasdiqladi, gapni. An-najatu saghiratu uloq degani, uloqcha, kichkina uloqcha saddaqat kalamul usfura. Chumchuqning gapiga ishondi. Dindishu qola. Dindish aytdi: Ahlan va sahlan bid dajajatil aziza. Ey aziz tovuq, xush kelibsan. Dindishu qola. Ahlan va sahlan biddiki rumi. Ana shu biddiki rumi. Ana shuni otini nimadir deyardi-da. Esim kelmayapti. Kurkamidi? Bas kurke, İngük deydi, kurke, ingük, ingük. individke deydi yoki kurke deydi. Kurka. Kurkayam deydi, ha? Ha, shunaqa deydi. Kurka, ha, kurka. Xullas. Xush kelibsan, ey aziz xo'roz deyapti. Xush kelibsan, ey aziz kurka deyapti. Dindishu qola ahlan va sahlan bil vazdati zarifa. Ey go'zal g'oz, xush kelibsan dedi. Al arnabu nabhan. Quyon Nabhon qola li akhawayhi, ikkita akasiga aytdi. Boyagi yo'qolib qolgan akasi bor edi-ku, o'sha ertakdagi Nabhon bu yerda ham kelyapti. La tazhaba ila dindisha. Dindishni oldiga bormanglar. Dindishu g'oddarun. Dindish nima? Xiyonatkor, aldovchi. Dindishu yakulu al-aroniba. Quyonlarni yeydi. Ana akhofu alaykuma. Akhofu alaykuma. Ko'ryapsizlarmi? Xofa ala bilan kelsa xavotir olmoq. Men sizlardan xavotir olyapman, deyapti. Al-aronibu lam yasma'a kalam akhihima. Al-arnabani lam yasma'a kalam akhihima. Ikkita quyon akasini gapini eshitmadi. Al-arnabani zahaba ila junaynati dindisha. Ikkita quyon dindishni bog'iga ketdi. Dindishu zahaba yubashshiru waladayhi as-sa'labayni as-saghirayni annahu khada'a al-usfurata. Yana boyagi uslub. Zahaba yubashshiru. Mozi imzora kelyapti. Yana o'sha masalani ko'taramiz bu yerda. Xo'p, dindish ketdi deyapti. Yubashshiru xush xabar bermoq. Waladayhi ikki bolasiga xush xabar. As-sa'labayni tulki, as-saghirani kichik. Ikki kichik tulki bo'lgan bolasiga. Bu yerda waladayhi as-sa'labayn. As-sa'labayni waladaydan badal bo'lyapti. As-saghirani uni sifati bo'lyapti. Ikki bolasiga, ikki kichik tulkiga deyapti-da. Nimani bashoratini beradi? Xabarini beradi. Annahu khada'al usfura. Chumchuqni aldaganligi. Khoda'a aldadi degani. Demak, endi qarang. Buni qani tarjima qilamiz? Yubashiru holi jumla bo'lyapti hozir. Boshqa varianti yo'q. Holi jumla deymiz. Nimadir tarjima qilishimizdan qat'iy nazar. Lekin tarjima qilishda uchun tarjima beramizmi yoki hol qilib? Qaraymiz. Qaraymiz. Zahaba ketdi degani. Yubashiru xush xabar beradi. Savol beramiz. Ketayotgan paytda xush xabar beradimi? Yoki ketib bo'lib bolalarni oldiga yetib borgandan keyin xush xabar beradimi? Ikkalasi ham bo'lishi mumkin. Agar dindishni sotuvi telefoni bo'lsa, ketayotgan paytda telefon qilib bolalarga xush xabar berishi mumkin. Agar telefoni bo'lmasa, ketayotgan paytda xush xabar bera olmaydi u. Borib yetib borgandan keyin xush xabar beradi. To'g'rimi? Xo'p, endi bu ertakda dindishni iPhone'i bormi? Yo'q. Dindishni iPhone'i yo'q. Bu ertakda unaqa bu zamonaviy ertak emas-ku. Dindishni qo'lida iPhone bo'lsa-da, bolalar telefon qilib, men chumchuqda alladim, hozirlarga ovqat olib boraman desa. Unaqa emas. Demak, ketayotgan paytda xush xabar bera olmaydi u. Bolalarni oldida ketyapti. Hammani aldadim, hammani boqqa chaqirdim, to'pladim, endi ularni yeymiz deb. U qachon aytadi bu xush xabarni? Yetib borgandan keyin aytadi. Ketayotgan paytda emas. Lekin holiy jumla qilsak, bashorat bergan holda ketdi deyishimizga to'g'ri keladi. Qanaqa qilib bashorat bergan holda ketdi? Ya'ni xush xabar aytgan holda ketdi. Dindish ikki bolasi kichik tulkilarga chumchuqni aldaganligi xush xabarini bergan holda ketdi desak to'g'ri keladi?
To'g'ri kelishi mumkin. Agar uni iPhone bo'lsa-da, telefon qilib aytgan deb e'tiborga olsak, to'g'ri kelishi mumkin. Lekin unaqa emas. Demak, hol qila olmaymiz. Hol qilib tarjima qila olmaymiz. Garchi holiy jumla deb grammatik tahlil qilinsa ham. Nima deymiz? Yubashshir ha? Ba'da az-zahab, ba'da tamam az-zahab. Al-basharatu takunu ba'da tamam az-zahab. Ya'ni bashorat berish ketish ish harakati tugagandan keyin amalga oshadi. Demak, bashorat berish kelajakdagi jarayon. Ahol nima degani? Ish harakat foil bir ish harakat bajarib turgan holat, bir ish harakatni bajarib turgan paytdagi holati degani. Vaholanki bajarish, bashorat berish ketish ish harakati bo'layotgan paytda bo'lmaydi. Ketish ish harakati tugagandan keyin amalga oshadi. Demak, bashorat berish kelajakda bo'lyapti. Kelajakdagi narsani hol qilinyapti. Demak, buni nima tarjima qilamiz? Lekin hol qilib tarjima qilsak to'g'ri kelmayapti. Aqlan, mantiqan to'g'ri kelmayapti. Faqat bitta holat to'g'ri keladi. iPhone bo'lsa, iPhone yo'q uni. Demak, nima deb tarjima qilamiz? Xush xabar berish uchun deb tarjima qilamiz. Boshqa iloji yo'q. Tushunyapsizmi? Xush xabar berish uchun deb tarjima qiladi. Ya'ni zahaba liyubashshira ma'nosida. Zahaba yubashshiru bi ma'na zahaba liyubashshira. Dindish ikki bolasi kichik tulkilarga chumchuqni aldaganligi xush xabarini berish uchun ketdi. Mafhum? Hop, va annal junaynata imtala'at bit-tuyuri samina. Bu atf bo'lyapti. Mana bu annahuga. Tushunarli? Ya'ni gapning davomi bu. Ya'ni dindish ikki bolasi kichik tulkilarga chumchuqni aldaganligi va uni kichik bog'i semiz chumchuqlar bilan to'lganligi xush xabarini berish uchun ketdi. Imtala'a bi bilan keladi, to'ldi ma'nosida. Al-ghurabu sami'a ma qalahu dindushu lis-sa'labayni as-saghirayn. Qarg'a dindish ikki kichik tulkiga aytgan gapni eshitdi. Qarg'a eshitib qolgan tepada. Al-ghurabu tara li yukhbiru al-usfurata. Qarg'a chumchuqqa xabar berish uchun uchdi. Al-ghurabu akhbara al-usfurata bima sami'ahu min dindisha. Yana o'sha ma uslubi ko'p kelyapti. Mavsula ma'nosida. Qarg'a chumchuqqa dindishdan eshitgan narsasini xabarni berdi. Al-arnabu nabhanu sami'a ma qalahu al-ghurabu lil-usfurati. Qiyon Nabhon qarg'a chumchuqqa aytgan gapni eshitib qoldi. Nabhanu xofa ala axavayhi. Nabhon ikki akasidan qo'rqdi, ikki ukasidan qo'rqdi. Xofa ala bilan keladi, xavotir oldi. Ikki akasidan yoki ukasidan yoki aka ukasidan xavotir oldi. Nabhanu asra ila al-kalbi tutu. Nabhon tutu degan xo'rozga o'xshaydi, tovuqqa o'xshaydigan kuchukni oldiga qarab shoshildi. Kuchukni ota tutu ekan. Al-arnabu akhbara tutu bima qalahu al-ghurab. Qiyon qarg'adan eshitgan gapini tutu ismli kuchukka, tovuqqa o'xshash kuchukka xabarini berdi. Tutu akhbara akhawayhi bima qalahu nabhana. Tutu ikki akasiga Nabhon aytgan gapni xabarini berdi. As-sa'adibu harabat lamma shafatil kilaba. Qiyonlar itlarni ko'rgan paytda qochdilar. At-tuyuru farihat binajatiha min as-sa'labil makkar. Qushlar makkor tulkidan najot topganiga xursand bo'lishdi. Tamom, shu bilan erta tugadi. Nashidul g'urob. Endi qarg'a nashid aytgan endi. Hamma quturgandan keyin. Ayyuhar rifaq. Ey birodarlar. Ey o'rtoqlar. Ayyuhal ashab. Ey do'stlar. La tusaddiqu dindishal kazzab. Yolg'onchi dindishni tasdiqlamanglar. Yolg'onchi dindishga ishonmanglar. G'oq.
Ayyuhal ahbab, ey suyuklilarim, ayyuhar rifaq, ey birodarlarim, kullu sa'labin tab'uhun nifaq. Har bir tulkini tabiati nifoqdir, munofiqlikdir. Munofiqlik degani aldovchilik, xiyonatkorlik. G'oq, g'oq, g'oq. La tusaddiqu kullama yuqol. Har bir aytiladigan gapga ishonmanglar. Kullu sa'labin xodi'un muhtal. Har bir tulki yolg'onchi, hiylakordir. Xodi' degani yolg'onchi, muhtal degani hiylakor. G'oq, g'oq, g'oq. G'oq, g'oq, g'oq. Hikoyamiz tugadi. G'oq, g'oq, g'oq. Tushunarlimi? Savollar bormi? G'oq, g'oq, g'oq. Savollar bo'lmasa, goodbye. G'oq, g'oq, g'oq. G'oq degan nima degani? Qarqarmi? Qarg'ani ovozida g'oq, g'oq. Qarqar degan, tushunarli. Fahimtu, shukran. Xo'p, salomat bo'linglar. Ertagimiz tugadi. Endi 1 soat bo'lmay qoldi. Mayli, 10 ta dars emas, 11 ta dars qilib berarman. Yarim soat bo'lib qoldi. Kuniga bittadan hikoya o'qisa normalniyda. Salomat bo'linglar. Rahmat ustoz.